Shunday qilib biz odamlar orasida bo'lganimizda ham, odamlar istehkomiga yetib kelgunimizga qadar ham do'stim Javohirning nima deydi, ortiqcha narsalar bilan oziqlanmasligi, ya'niki zararli odatlar yo'qligi bilan bir qatorda u odamlarni yemasligini bilib olgandim. U xuddi men kabi ovqatlanardi. O'rtacha odam qatori nonushta, tushlik, kechki ovqat va oddiy odamlar iste'mol qiladigan yeguliklar bilan ovqatlanardi. Non, suv va sabzavotlardan va hayvon go'shtlaridan pishiriladigan ovqatlar va biz istehkomda bo'lgan vaqtimizda ham u xuddi shunaqa ovqatlanardi. Oddiy odam kabi ovqatlanardi, oddiy odam kabi yurardi, hayot kechirardi. Faqatgina uning uyqu rejimi bor edi. Unda bu rejim buzilmasligi kerak edi. U kunning yo kunduzgi qismida yo tungi qismida, qaysi qismida bo'lishidan qat'iy nazar 12 soat to'liq uxlab olishi kerak edi. Va bu uyqu agar unda bo'lmasa, ya'niki unda uyqu vaqtida buzilsa, undagi qobiliyatlari, undagi kuchlari, xususiyatlari o'ziga to'liq bo'ysunmay qolardi. Ya'ni o'zi istagandek o'z kuchidan foydalana olmay qolardi. Bunda u qiyinchiliklarga duch kelardi. Bu u uchun o'ta xavfli edi, chunki u harbiy sohada ish yuritmoqda edi. Aynan shuning uchun ham u o'z kuchidan yetarlicha tarzda foydalanishi kerak edi. Ya'niki himoya tizimida u faoliyat olib borardi. O'sha hayvon zombilarga qarshi bo'lgan urush tizimida u o'sha yerda chegarada ishlar edi. Sfera tizimini devor qismida faoliyat olib borardi. Jangchi harbiy sifatida ish olib borardi va unda bu uyquning buzilishi undagi zaiflikni keltirib chiqarardi. Va bunda mening xabarim bor edi. Shuning uchun ham unga chegarada ishlashni taklif qilganim. Chunki chegarada kunduz kuni uxlab olganda tungi qo'riqchilikda ishlardi. Agar tunda uxlab olganda kunduzgi qo'riqchilikda ishlardi. Unga ko'proq tungi qo'riqchilikni maslahat bergandim. Chunki tungi qo'riqchilik vaqtida uning qobiliyatlari haddan ziyoda ko'zga tashlanmasdi. Ya'ni qorong'u bo'lganligi sababli. Kunduzgi qo'riqchilikda esa bu ancha ko'zga tashlanib qolardi va unga men qobiliyatlarini boshqa odamlar, ya'ni oddiy odamlar xabar topmasligi ma'qulligini uqtirgandim. Shunday qilib biz barchamizga, ya'ni o'zimizga o'zimiz yordam berishga harakat qilardik. Har qanday sohada o'zimizdan olimlarni ishlab chiqarardik, o'zimizdan o'sha harbiylarni tayyorlab chiqarardik, o'zimizdan shifokorlarni, kashfiyotchilarni, texnologiklarni, qurollar bo'yicha mutaxassislarni, kimyogarlarni, fiziklarni, xullas kalom biologlarni, dehqonchilik bilan shug'ullanish, chorvachilik bilan shug'ullanish, shunaqa oshpazlik, tikuvchilik, xuddi shu kabi hattoki sartaroshlarni ham chiqarish o'zimizning bo'ynimizda edi. Ya'niki yoshlardan yoki bo'lmasa harbiyda ishtirok eta olmaydigan kishilardan biz shunday kishilarni ishlab chiqarishimiz kerak edi, tayyorlab chiqarishimiz kerak edi. Keyin bu borada o'sha oddiy bizning, ya'ni bunker ichidagi, istehkom ichidagi bunkerimizda bo'lgan oddiy aholi, ya'niki aynan jang faoliyatida yaroqsiz bo'lgan aholi mana shunday narsalar bilan shug'ullanishardi. Ya'ni shifokorlik ishlari bilan, qurollar ishlab chiqarish bilan, chorvachilik, dehqonchilik, ishlab chiqarish
xullas kalom olimlik, kashfiyotchilik shu kabi ishlar bilan shug'ullanish kerak edi. Hech kimda bo'sh vaqt ham, ortiqcha narsalar ham yo'q edi. Ustiga ustak bizda bolalar ta'lim-tarbiyasi bilan ham shug'ullanish kerak edi. Bunda men ishga kirishgandim. Ya'ni ham olimlik o'rganish, kashfiyotchilik, shifokorlik bilan bir qatorda o'qituvchilik qilishim ham kerak edi. Bolalarga ta'lim-tarbiya berishda kimdir yordam berishi kerak-ku axir. Shunday qilib, bolalar bilan shug'ullanish ham mening bo'ynimda edi. Nisbatan bu borada men ham o'z hissamni qo'shayotgan edim. Albatta boshqa kishilar qatorida. Va bolalarda tabiiyki turli xil o'sha gibrid hayvon zombilar va tashqi olam bo'lgan munosabatlar, tashqi dunyoda bo'layotgan holatlar yuzasidan turli taassurotlar uyg'ona boshlagan edilar. Ular ba'zida ularning fikrlari menga g'alati tuyulib ketardi. Chunki ular bir-birlari bilan o'zaro so'zlashishlar davomida bir-birlariga agar men zombiga aylanib qolsam nima bo'ladi derdi. Keyin unisi sen albatta tentak zombiga aylanasan deb bir-birlarini ustidan kulishardi. Keyin esa men zombiga aylansam qanday bo'laman deb bir-birlariga tasavvur qilishardi. Ular hattoki hayvon zombilarning turlarini ham o'yinchoqlar ko'rinishida yasab olishgandi. Bizda bolalarda ham aql kerak bo'lib qolganda vaziyatga bog'liq deganday juda yaxshi rivojlanib kelmoqda edi. Shunday qilib ular o'zlarini xuddi shu hayvon zombilarning o'yinchoqlari ko'rinishida tasavvur qilishib, o'zlariga shunday o'yinlar topib olishgan edi. Albatta bu yosh bolalarning o'yinlari edi. Va ular men gibrid zombiga aylanib qolsam nima bo'ladi desa, ba'zilari esa yo'q, men umuman zombiga aylanishni istamayman, men odam bo'lib qolmoqchiman kabi suhbatlarni eshitib qolardim. Albatta bu juda kichik yoshdagi bolalarning gap so'zlari edi. Nisbatan kattaroq bo'lgan bolalar, ya'ni 12 yoshdan 14-15 yoshgacha bo'lgan bolalar esa bizning ishlarga qiziqishardi. Ko'proq harbiy sohaga, shifokorlik, ilm-fan, fan'iy sohalar, taraqqiyot, bu sohalarga ular ko'proq qiziqishardi. Albatta bularning ichida bolalar o'z guruhlariga bo'linib ketishgan edi va nisbatan kuchli bo'lgan bolalar, ya'niki g'ayrati jo'shgan, qiziquvchanligi oshib toshgan bolalar ko'proq harbiy sohada ma'lumotlarga ega bo'lishni istashardi. Qurollar, mashqlar, tayyorgarliklar va ba'zilari esa olim va kashfiyotchilarning sohalariga qiziqishardi. Narsalar ixtiro qilish, yangiliklar yaratish va ba'zilar esa shifokorlik sohasiga qiziqish bildirishardi. Bizda ular juda ko'p emas edi, ya'ni bolalar, odamlar ham hattoki juda ko'p emas edilar. Chunki hayvon zombilarning betinim hujumlari natijasida biz ancha siyraklashib qolgan edik. Kamyob turga aylanib borayotgan edik go'yoki. Shuning uchun ham bizda o'ylash kerak bo'lgan muammolar yetarlicha edi.